Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev, Statigram. Hozirgi videoda Vashe zo'r misollardan birini ko'ramiz. O'quvchilarimiz tomonidan berilgan yechimiga bir nazar tashlab qo'yasizlar. Boshladik. The value of z is 112 times 100. Z ning qiymati 100 dan 1.12 barobarga katta. The value of z ning qiymati is what percent greater than 100. Z ning qiymati 100 dan necha foizga katta, greater katta degani shuni so'rayapti. Endi bu misolni nima qilamiz? Bir qarab turib yecha olmaymiz yo bashorat qilmaymiz. Ustozlar, o'quvchilar, matematik tilga o'girish metodikasidan foydalanamiz. Buni men onlayn darsda juda ham yaxshi qilib tushuntirib berganman. Demak, ketdik o'giramiz. Matematik tilga. Z degani z, is degani teng. 1/12 ko'paygan 100. Bu yog'ida endi z degani z what percent greater than degani uchun 100 ko'paygan 1 plus p foiz bo'ladi. Mana shu yerdan p ni so'rayapti. Demak, mana bu z o'rniga mana buni olib kelib qo'yib yuboramiz. Nima hosil bo'ladi? 1/12 ko'paygan 100 barobar 100 ko'paygan 1 plus p foiz. 100 qisqarib ketadi. 0.12 teng p taqsim 100. P teng bo'ladi 12. Demak, to'g'ri javobimiz 12. Demak, z 100 dan 12 foizga ko'p ekan. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.